Salom hammaga, bu mening YouTube kanalimdagi birinchi videoyim. Kanalimda hozir men sizlarga kanal haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mening ismim Bunyod, familiyam Abduraufov. Tabiiyki, hozir YouTube kanalimda ham Abduraufov Bunyod. Ya'ni ismim va familiyam. Yilim 2011-yil, juda ham yoshman hali. Hozirda Toshkent viloyatida istiqomat qilaman. Hali maktab o'quvchisiman, 8-yilda hozirda o'qiyman. Hozir yaqindagi maktab bitirib, ya'ni 27-may hozirgi kun 9-sinfga o'tdim. Bu kanal asosan blog yuritish haqida bo'ladi, ya'ni blog yuritish deb blog ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni har xil o'zim qiziqishlarim, ya'ni o'zimga qiziqarli bo'lgan barcha mavzular haqida bo'ladi. Misol uchun mening qiziqishlarim eng muhimi shaxsiy rivojlanish, yangi bilimlar o'rganish. Bu mening eng qiziqarli, ya'ni menga eng yoqadigan, zavq beradigan odatim yangi bilimlar o'rganish. U farqi yo'q, sport haqidami yoki til haqidami, u farqi yo'q. Ikkinchisi o'sha ingliz tili. Hozirda menga juda ham ingliz tili qiziq. Har xil yangi ilmlar o'rganish, bu ham shu birinchi qiziqishimga o'xshab ketadi. Uchinchisi bu sport. O'sha sportga doir bo'lgan har xil yangiliklar. O'zim ham sportga qiziqaman. O'zim ham MMA bilan yoki dzyudo bilan shug'ullanganman. Hozirda bir ketim borligi uchun unaqa jang san'atlari bilan shug'ullanmayapman. Hozirda shunchaki yuguryapman. Undan tashqari 4-qiziqishim kitob o'qish, 5-si esa sayohatga chiqish, o'sha har xil tog'larga borish yoki har xil joylarni ko'rish. Shularning qiziqishlarimning yana bittasi har xil video kontentlar olish. Bu YouTube kanalini ochishdan ham asosiy maqsadim shu, video kontentlar olish. Bu kanal asosan o'sha har xil challengelar, o'zim qiziqishlarimga doir bo'lgan sport, shaxsiy rivojlanish yoki ingliz tili haqida bo'lgan barcha qiziqarli videolar bo'ladi. Bu kanalim boya aytganimdek blog ko'rinishida bo'ladi, ya'ni o'zim uchun qiziqarli bo'lgan barcha mavzudagi, turdagi narsalar bo'ladi. Gaplarim bilan sizlarni zeriktirib qo'ymadi degan umiddaman. Bu kanalning birinchi videoyim va bu kirish videosi edi. Hammaga rahmat, obuna bo'lishni unutmang.